Tal qovurg'ilari chiqib, tirg'ama binganni qovurg'i pichina deb ataydi ekanmiz tuqqanlar. Qarisi bir go'zal, yesi bir lazzat, teshida ichigacha huzur bag'ishlaydi. Jumi par shunchalik chiroyli, bir yesan lazzatini hargiz unutmaylar. Amis ichida nima bor? Buni bilib ko'rib baqayning, ovoz seriqmay bilan uni tuguralikka keltirib olamiz. Jumi aka qolgan materiallarni tugib xamiralik qaytib olamiz. Men o'zlariga bir tax texnika o'lchamin deb tuqqanlar qog'ini sho'nqatda qisla bo'ldi. Jumi seriqmay 100 gram, xam qaymoq 50 gram, qatiqda 100 gram, podafin 5 gram, suda 5 gram, un 300 gram. Tuxumni bitta chaqib bo'shayra xamir jug'urib olamiz. Ishlatganim Alnuri 5 ni xoli yeşil o'lchimidagi oshxonani. Nurg'un do'stlar 5 ni xoli degan nimani ko'rsatdi deb xamirlik tarkibdan xoli, ozuqlik ko'yishdan xoli, supasiz bug'doydan xoli, bulg'algan suvdan xoli, bulg'algan muhitdan xoli holat pishiqlab ishlangan Alnur o'g'rimizda tuqalib. Endi buni ichiga oldiga qiymama shunchalik quvvatlikka mana tuqalib. Bug'doy cho'ngligida ushaqlarga yangi xalsing mag'izi bir so'sim bo'ldi ekan, mamag'izlarningki. Endi resma qurg'uzimni biza kichkiltib oldik. Aka halsal ma qat-qatlanib o'g'i va shunim qat qo'ydiqchi bu zoy ketmega deb qatmislarni qasam bo'layverdi tuqqanlarim. Am bularni bizga bu yerda ko'rsatib parda qisida rejissor va tuqqanlamiyadi. Bu kimdir desingizlar, uzun yillar avvalgi qumul sharchidagi 11-boshlang'ich va shuni qarshi tarafida, dal qarshi tarafida Nora tortlari deb har xil topshiriqlarni qildi. Bizniki Alnuri sab ashqtirimizni ishiltit qilib yilda ashli sifatlarni chataq yo'qchimi har xil marakalarga zakaz oldi. 136 77 59 36 65 degan nomer bilan aloqa qilib to'xtashgan ustamni izlayman deslar bo'ldi juma tuqqanlar. Amasi mush ustamniki ajriga bitta yurak birib jiq kunlar yo'llab qo'ysalar, seni tuqqanlarim har bir kunlar mush pichindek tatbiq o'tib ketdi. Xamini 20 gram atrofida zugul qo'yib aka yayimiz jumsa so'zincha g'ariq yaysak bo'ldi. Aka quvvatli qiymamizni ap tugimiz. Bek bo'shlik qo'ymayni ikki uchini ma ikki tarafga egivarak, chimdivariq, ching'ariq tugimiz. Andi ustiga shakar milisaqli tayyor bo'ldi degan ko'shani ustini 180 gradusga tashib 25 minut atrofida pishiramiz. Mana tuqqanlar qarslar ismi jismiga loyiq shunchalik chiroyli qovurg'i pichinimiz tayyor bo'ldi. Cho'nglarga, bolalarga, mashtalikqa, bu hozirgi bayram dasturxoniga shunchalik mos keldi jumot tuqqanlar.